Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti va qonuniylikni ta'minlashda korrupsiyaga qarshi kurashish eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa ichki ishlar organlari tizimida shaffoflikni ta'minlash, xizmat intizomini mustahkamlash hamda fuqarolar ishonchini oshirish maqsadida tizimli tezkor profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, joriy yilning 22-yanvar kuni Xorazm viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi tezkor qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati temir yo'l infratuzilma mas'uliyati cheklangan jamiyat harbiylashtirilgan qo'riqlash boshqarmasi, Qo'ng'irot harbiylashtirilgan qo'riqlash otryadi, Urganch o'qchilik yong'in o'chirish komandasining o't o'chirish mashinasi haydovchisi lavozimida ishlovchi 1980-yilda Xorazm viloyati Shovot tumanida tug'ilgan fuqaro 2000-yilda Xorazm viloyati Shovot tumanida tug'ilgan fuqaroning ishonchiga kirib, temir yo'l tashkilotida ishlovchi mansabdor tanishlari orqali ishga kiritib qo'yish evaziga 2000 AQSh dollari talab qilib, oldindan 200 AQSh dollari miqdorida pullarni berish lozimligini aytib, Urganch shahar Darital savdo markazi oldida oldindan kelishilgan 200 AQSh dollari pullarni olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Urganch transport prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.